Ko'ch. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Avval tezkor, yana tezda yetib keldik. Ko'chatlarning koniga keldik mana. Hozir ko'chatlarning narxi bilan tanishib ketamiz. Ko'chatlar narxi valavoy gilosimiz 20 ming, 25 ming, 30 ming sotishyapti. Biz 20 mingdan qildik. Mana qilich o'rigimiz bor, mana gullari bilan turibdi, mana mevalari bilan. Mana ko'rib olaverasizlar, 1 yilda meva qilib, sekin mevaga kiraveradi. Lubitsamiz bor. Bu ham mana gullari bilan meva qilishga tayyor. Narxlari 15 ming so'm, Lubitsaniki 20 ming so'm. Noklarimiz 20 ming so'm mana. Noklar 20 ming so'm. Simiranki olmalarimiz 20 ming so'm. 5 yulduzimiz qizili, qora qizili 15 ming so'm. Qolgan meva olmamiz 5 yulduzimiz, qumizay olmamiz ham 15 ming so'm. Mana Krasnoy Moskvamiz 20 ming so'm, 15 ming so'm beraveramiz. Qolgan hamma shoftolni 15 mingdan beramiz. 15 mingdan, katta ekan ko'chat. Chempion, anjir shoftoli, sliva, mana qora, mana bu ham gullari bilan, mevalari bilan turibdi, mana g'unchalari bilan 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan bu ham. Shu yerda mevasi javob, hammasi ishonchli. O'zimiz tayyorlab, nomerlarimizni aytamiz. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz pastga. Meni obunachilarim kelsa-chi? Obunachilaringiz kelsa ozgina tushirib beramiz. Chegirmasi bor-a? Chegirmasi bor. Xo'p, rahmat. Kelaverasizlar. Manzil Bag'dan avvaldi sentridan kelish. Baqa mana 7 buloq sanatoriyasiga kelishda, mana Banisani oldida, mana. Like, podpiska bosib o'ramiz.